Bugun sizlar bilan bir Instagram akkauntini biznes akkaunt qilishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana shunday bir Instagramga kirib sozlanmalar bo'limiga o'tamiz. Buning uchun biz edit profil degan joyni bosamiz. Bizda shunday oyna ochiladi. Bu yerdan switch to professional account degan joyni bosamiz. Va bu yerdan bu ko'rinish shunday oyna ochiladi. Bu bosganingizdan keyin bu yerdan yo'nalishlar chiqadi. O'zingiz xohlagan yo'nalishni tanlashingiz mumkin. Masalan, siz muzikant bo'lsangiz, muzik band bosasiz yoki bloger bo'lsangiz, blogerlikni bosib tanlaysiz. Xohlagan yo'nalishlar, bu yerda ko'p yo'nalishlar bor. Faqat bittasini tanlashingiz mumkin. Mana bu joyini mana bu tanlab turib, mana bu yoqib qo'ysangiz, bu sizning ismingiz tagida yo'nalishingiz ko'rinib turadi. Ko'rinmasligini xohlasangiz o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Masalan, blogerlikni tanladim men. Bu yerdan switch to professional account bosamiz. Bu yerdan yo'nalishlar chiqadi. Masalan, siz yakkaxon ijod qilsangiz, creator degan joyni bosasiz. Yana masalan, siz yoki birorta biznesingiz bo'lsa yoki birorta sherigingiz bo'lsa, biznes joyini bosasiz. Tanlaysiz. Men hozir creator degan joyni tanlayman. Mana bu yerda turli xil zadaniyalar chiqadi. Shu yerni bajarib, o'zingizning videolaringizni to'pga rekomendatsiyaga olib chiqishingiz mumkin. Masalan, men bittasini bajarib ko'rsatib bermoqchiman. Masalan, bu yerga birorta bio yozing deyapti. Shu yerni bossak, bu yerlarga o'zingiz xohlagan yo'nalishingizdagi kalit so'zlarni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, mana bu yerda post qo'yishingiz mumkin. Bu yerda mana yo'nalish bor. Bu yerda ham reach, masalan, sizning profilingiz, masalan, obunachilar profilingizni ko'proq odamga tavsiya etishni ko'rsatadi. Masalan, biz hozir ikkita yo'nalish tanlash mumkin. Biz ikkita yo'nalishdan reach bilan class shuni tanladim. Email orqali javob berish. Bu yerda anaqa SMS orqali javob berishlar bor. Masalan, tanlab bosamiz. Bu yerda mana. Bu yerda begona odam sizni directing yozish uchun kerak bo'ladi. Masalan, komment orqali message text deyapti. Komment tanladim. Men xohlagan yo'nalishni tanlashingiz mumkin. Mana bittadagi kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Aytgancha kanalga obuna bo'lib, like va podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat.